Valloh bilasizlar. Hammaga salom. Sizlar bilan men yana Skletus. Mana bugun Instagram ko'rib shu videolar ko'ramiz. Dai bo'lmasa konkursimizda yangi iPhone 17 Pro Max hali korobkasi ham ochilmagan. Undan tashqari Lednik full account va 10,000 UC. Undan ham tashqari eng asosiy sovg'a 100 ta Real Pass. Ya'ni 100 ta obunachimga RP sovg'a qilaman. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoga like bosasiz, kommentariyada o'sha do'stingizni belgilaysiz va Instagram profilimizga o'tib, xuddi mana shu joyda qoldirgan silka orqali konkurs botimizga kirasiz. Start tugmasini bosasiz, bu yerda chiqanadagi 5 ta kanalimizga Abi duyduğuma göre Afrika'da hiç kimse KFC yemiyor. Doğru mu? Maalesef doğru arkadaşlar. Biz KFC ne olduğunu bile bilmiyoruz. Burger King yok, McDonald's yok, ekmek yok. Sadece pilav var ya da eşeklerin yediği şeyler. Yaşamıyoruz bu hayatı ya vallah. Yaşamıyoruz. Abi duyduğuma göre... Voy, ba'mir qarasanglar, chay uchastkasiga kelsam, oyim qor o'ynab o'tiribdilar, qaranglar. Nima qotdilar? Oyi. Labbe. Nima qilyapsiz, oyi? Qor havasim kelib o'ynayapman. Qorga zo'r bo'ldi-ku. Bizam vaqtimizda rosa ko'pillab yog'ar. Yo'q, qanaqa yog'ardi, oyi? Guppa. Laylay qorlar bo'ladi. O'xti. Mana oyimamchi yoshligini eslab qor o'ynayotgan ekanlar. Reklama qilingan narsalar hayotda ham shunaqa chiqadimi? Videoni boshlashimdan oldin like bosib qo'ying. ustoz Reklama qilingan narsalar hayotda ham shunaqa chiqadimi? Videoni boshlashimdan oldin like bosib qo'ying. Misol uchun pizza reklamalarida yanada ishtahali ko'rinish uchun klaydan foydalanishar ekan. Kofe ko'pigi bilan chiqish uchun unga oldin yuvish vositasini soqib qo'yishar ekan. Hozirgi paytda Instagramda ko'p reklamalar ko'ramiz. Ulardan qaysi biri haqiqiyligini ajratish qiyin. Misol uchun ko'pchilik Honor X9D smartfonini baquvvatligini ko'rsatib reklama qilishyapti. Biz buni hayotda tekshirib ko'ramiz. Kir mashinada 15 minut aylansa ham hech nima qilmadi. Smartfonning ustiga 100 kiloli odamni chiqarib ko'rsak ham hech nima qilmadi. 2,5 metr balandlikdan tashlab ham ko'rdik, baribir hech nima qilmadi. Smartfonni suvda 1,5 metr chuqurlikda ishlatsam ham ba'zi bir smartfonlardan ko'ra yaxshiroq chidab berdi. Smartfonni hattoki mo'ka qilib ko'rdim. Yaxshilab penalab, orqasidan karcher urib yuborsam ham ishlayapti. 85 graduslik issiq suvga solsam ham smartfon ishlayapti. Demak, Honor X9D smartfoni reklama qilingandek baquvvat ekan. Bu smartfonni qanaqa qilib sindirish mumkin? Kommentga yozib qoldiring. ustoz meni xabarlarga ishonmaysizlar. Bu 15 yoshli Timefe, yaqinda tojikistonlik bolani o'ldirgan fashist. Bu 17 yoshli ismi Muslim, musulmon, Checheniston fuqarosi, nohaq ayblanib qamalish arafasida turibdi. Ko'plar bu bolaning rasm videolarini olib, mana Timefe qamaldi, 1 yil berdi, 1,5 yil berdi deb fake xabarlar tarqatyapti. Aynan video shular uchun 2000 so'mlik spirtdan 3 ta, 7000 so'mlik uksus hamda 6000 so'mlik 5 litrli suvdan sizlar bilan hozir Nizamir Zayka Ayver. do'konga Nizamir Zayka so'rab kirdimda, do'konchilar 5 litrli Nizamir Zaykani 85,000 so'm dedilar, qor yog'gani uchun. Endi masalani ko'zlaringizga ko'rsataman. Suvni ozginasini to'kamiz, 70% lik uksusni 7000 so'mga olamiz. Aptekadan 2000 so'mlik spirtdan 3 ta olamiz. Oddiy qo'l yuvadigan gel. Bu majburiy emas, shunchaki yoqimli hid chiqishi uchun. 1, 2, 3. Yaxshilab aralashtiramiz. 85 minglik Nizamir Zayka bizga 19,000 so'mga tushadi. Men sizlarga ko'rsataman sezonda qimmat sotishi. Videoga like bosib, maksimal shofirlarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xohlasa, manfaatli va cho'ntakka foydali bo'ladi. lekin tayyorlab ko'rish kerak. Qachongacha bizni topganimizni yeb yotmoqchisan? Uyating bormi o'zi seni? Aka, o'zingizni pulingizga olib yesangiz bo'lmaydimi? Shuncha problemangiz bor ekan, bu ichingga tushsin. Bir ko'chada gaplashib keling, Qachongacha bizni topganimizni yeb yotmoqchisan? Uyating bormi o'zi seni? O'zbekistondagi eng bo'yi uzun va eng bo'yi kichkina odam topildi. Rashid akam Buxorodan tashib yurganlar, bo'ylari 2,20, O'zbekistonda aniq bunaqasi yo'q, eng kattasi. Va Hasan akam Urgutdanlar 1,12 bo'ylari, bular O'zbekistondagi eng kichkina bo'yi inson. Ibrohim aka menga atvet qildilar, 2,16 eng bo'yi uzun Jahongir deb. Aka hozir metrda o'lchaymiz. Bizaniki 2,20 bunaqasi yo'q aka. Metrni oldim, mana hozir o'lchaymiz qani. Haqiqatan 2,20.
Qani aka siz bitta o'lchaylikchi. Aka bir ekan o'zi. Cho'kibsiz Rashdagi Buxorodan tashrif yurgansiz. Rashdagi oilada kim katta endi sizlarda? Ota-ona shunaqami? Shunaqa. Bu uylar o'zi aka ukalar ham. Avlodda borda. Avlodda bor. Qo'lni qaranglar. Akamda yigit yuzim shu. Shu To'silib qoladi, yovni ko'rasizlar do'stlar. Oyoq rasmiylar 55. Bu oyoq kimni tanigan bo'lsangiz kerak. O'sha videoda mashhur Rashid akamga nasib qildi, bularga sovg'a qildik. Aka, menimcha hayotingiz davomida hech kim bilan tortishmagan bo'lsangiz kerak, a? Hech urushganmisiz kimdir bilan? Urushmaganman. Hamma bittada bo'ldi aka, uzr mendan o'tdingda. bitta uradi. Shunaqa oqadi bu. Qanaqa mashinaga sig'asiz o'zi? Faqat jip. Uyda patolog qanaqa aka? Menimcha uy maxsus qurgan bo'lsangiz kerak, a? Kattaroq. Yotog'i ham zakaz qilgansiz menimcha. Oddiy mana kravatlarga umuman sig'maysiz. Kiyimlaringiz ham pulni zakazga kelsa kerak. Qanday topish qiyin. Hasan aka, sizni Husaningiz ham bormi? Bor. Bo'ylari necha uzunroqmi sizdan? Manda bormi? Siz gap Husansiz himoya qilib yurar ekanda. Erta uylanadigan bo'lsangiz sal qanaqa taqilasiz? Livoy joyda. Livoy joyda. Uylanganmisiz aka? Yo'q, hozir bo'ydoqman. Uydamisiz? Qizlar aloqaga chiqaveringlar, Livoyga. Tayyor bo'libdilar. Videoga bitta like bosib va kommentariyaga izohlarni qoldirib, do'stinglarga jo'natib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Buxoro bilan Samarqandning kuchini ko'ramiz, bosib tashlaylar. Hasan aka, sizga bizani bosh homiyimiz Flavis ham bunaqa anorligini sovg'a qilaman. Maza qilib ichib ketasiz. Jon aka, bunaqa suvdan bermang, u kichkina. Aka, sizga go'daga yarashasini beraman. Buni aka yutib yuborasiz hozir. Rashid aka, sizga maxsus mana Flavisni qarang, kattasi. Ibrohim aka, o'tgan safar kichkina suv berib qo'yganingiz qarang. Aka, bu go'daga yarasha kattasini berish kerak-da, mana. Mana Rashid aka o'z ko'tarib olasiz, qarang. Hop, buni aka bitta yetilibga ichib qo'yasiz. Qo'yil. Qali yana sovg'ani bombasi bor. Bu ham go'daga yarasha Sarubola pitsadan. Aka, sizga mana jajjigina pitsachi ham o'zingizga go'dangizga yarasha. Rashid aka, hali bunaqa pitsa qilmaganmiz. Eng kattasi mana bu sizga aka. Voy. Aka, mana Flavisdan Trentdagi mana hamma Trentdagi suvlar bu sizga. Bu aka mana bu sizga. Aka, Sarubola pitsadan mana bunaqa sertifikat voucher oilalarni albatta olib kelasizlar. Endi egzak farzandi borlar diqqatiga 3 tami, 4 tami, 5 ta farzandinglar bo'lsa, egzak bo'lsa bo'ldi. Mana shu raqamga telefon qilasizlar, sizlar bilan dahshat kontent qilamiz. Qalay deya nima dedinglar? Bomba! O'zbekistondagi eng iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus. Apparman. Bismillah. Yo'q. Ha. Yaxshisiz. Yaxshisan? Yaxshisan. Yaxshisiz. Yaxshisan. Boradimi? Borasi qishyapman. Apparman. Yaxshisiz. Men sen bilaman aslında bir yükleşini. Ben iş yok senin içinde değil koyayım. Ben siz yaşımda tek kız. Ben de koyarım. Yaşasın. Bakalım uçsuz kaldı akıyor. Apparman kan. Benim bu. Yaşasın. Çumuta da gelsin de biri. Apparman. Ben de kavalken ha. Ne harap uttun. iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus. Apparman. Bismillah. Yok. Ha. Yaxshisiz. Yaşasın. Yaxshisiz. Yaşasın. Yaxshisiz.